Yevropa Uyg'ur institutining mas'uli. Yevropada, bo'libmi Fransiyada Uyg'ur masalasini tonitishda halqiliq rol o'ynayotgan Uyg'ur siyosiy faoliyatchi doktor Dilnur Rayhan 12 yanvar kuni o'zining ijtimoiy taraqqus orqali Parijdagi Xitoy elchixonasining o'zini sudga arz qilganligini bildirdi. Uning aytishicha, o'tgan yili o'tkazilgan bir bayramda Xitoy elchixonasining tashviqot lozunglariga qizil bo'yoq chechib etganligi uchun uni sudga arz qilgan. Ma'lum bo'lishicha, 2022-yili 9-oyning 9-kunidan 11-kunigacha Fransiyaning Britkeni shahrida insonparvarlik bayrami o'tkazilgan. Mazkur festivalga Xitoy elchixonasi taklif qilingan. Fransiyadagi Xitoy elchixonasi Twitterda mazkur festivalda 3 kunlik ko'rgazma uyushtirilganligini e'lon qilgandan keyin Fransiya Yeshillar partiyasi a'zolaridan tashkillangan bir guruhga Xitoy elchixonasining chedira oldiga kelib, Uyg'urlarni qo'llab namoyish qilgan. Namoyishga qatnashgan Dilnur Rayhan xonim va lager shohidi Gulbahor Jalilova xonim Xitoy elchixonasi qurgan chedira oldidagi tashviqot lozungisi va ustallarga qizil rangli bo'yoq chechib etgan. Dilnur xonimning aytishicha, ayni vaqtda u tashviqot lozunglariga rang chechayotganda chedira oldidagi Xitoyning amonlik qo'g'dash xodimi tarafidan to'sqinlikqa uchragan. Tartishish jarayonida Dilnurning qo'lidagi rang o'zining kiyimiga chachrash bilan birga Xitoy xodimining usti beshiga chechilgan. Dilnurning bildirishicha, Xitoy elchixonasi mazkur voqeadan keyin, ya'ni o'tgan yili 9-oyning o'ttirlari Dilnurni sudga arz qilgan. Lekin insonparvarlik bayrami o'tkazilgan rayonning soqchixonasi 12-oyning oxirlari Dilnur bilan aloqalashgan va soqchixonaga kelish kerakligini aytgan. Shuning bilan tunugun, ya'ni 1-oyning 12-kuni Dilnur o'zi bilan aloqalashgan soqchixonaga berib, soqchilarning ayni vaqtdagi ahvollari haqida so'rgan savollarga javob bergan. Bu vaqtdagi ahvollarning tafsilotiga qiziqsanglar, diqqatinglar Dilnur bilan o'tkazgan tövendagi suhbatimizda bo'lsin. Assalomu alaykum Dilnur. Suhbatimizga xush keldingiz. Parijdagi Xitoy elchixonasi sizni sudga arz qilibdi. Buning sababi nima? Xitoy elchixonasi meni sudga arz qilganini sentabrning 9 va 11-kunlari 3 kun bo'lgan Fransiyada yili bo'ladigan siyosiy bayram internet bayramida yuz bergan ish to'g'riliq. Bayramda Fransiyadagi eng chong siyosiy bayramida shunda Xitoy elchixonasiga chizir o'rni berildi. Shuning bilan biz Fransiyada Uyg'ur irqiy qirg'inchiligi to'nilib e'tirof qilingan bir mezgilda Fransiyada Uyg'ur masalasi oldingi o'rinda ko'rilayotgan bir davlatda o'zlarini insoniyat bayrami o'tkazishga da'vogarlarniki irqiy qirg'inchilik bir davlatga bir o'rin bergani Fransiyada zo'r nima qo'zg'adi. Bu 9-oyning 10-kuni Yeshillar partiyasining a'zolari, Yeshillar partiyasining vakillari Xitoy konferensiyaning chizdirma oldida namoyish qildi. Aytisi biz bir 10 Uyg'ur Gulbaradan va men Uyg'urlar bilan namoyish oldida Xitoy chizdirmasi oldida namoyish o'tkazishga bordik. Namoyish o'tkazilgan chog'da Gulbaradan ikkimiz ranglik bo'yoq rang sirli olgan. Gulbaradan ikkimiz chechib etdik. Shu sirni chechib etganlik ustimdan men sudga arz qildim. Ashu rang chechish voqeasi zodi qanday voqea edi? Alanki virusga e'lon taxtasiga cho'ng e'lon taxtasiga chechib etgandim. Chechib etgan chog'da kendim oqidan Xitoylarningki zo'g'dug'uvchilari keynimdan kelib meni qo'limdan ilib olishga tirishganlik uchun men kendim chizdirigini chechib etdim. O'zimningki xizmat chaponimga chechilib ketib shu. Men bunday ishni qilib baxmagan ekan panikda. Qizil bo'yoqni olganligimning sababi qizil rangni Uyg'urlarning qiyniga vakil qilib Uyg'urlarning qiyinini 5 yildan beri ishlayotganligini, Uyg'urlarning qiyinini ishlayotganligiga simvol qilib, bir simvollik bir harakat qilmoqchi bo'lib, aytgan o'sirni. Siz Xitoy elchixonasining sizni sudga arz qilishiga qanday qaraysiz? Menchi bo'lgan chaqda bilganinglardek Xitoy hukumati dunyoning Fransiyada tunji qitim, ammo dunyoning boshqa yerlarida hozir bo'lgan seri Turkiyada nechin ko'rdik. Hozir bo'lgan seri shu davlatning demokratiyasidan foydalanib qonunidan foydalanib shu davlatlardagi o'xshagan davlatlardagi Uyg'ur diasporasining vakillari va kuchliroq ko'zga ko'ringan Uyg'ur diasporasida Xitoyni ishonmay qolayotgan asosli odamlarga qanday qilib qonun jihatdan taqobil turish va qonun jihatdan deganimizda ularning qasddan amaliyotda qonunli nimalar emas, ular bu deganlik ularning to'g'ri deganlik emas, ammo qonunni shirtib turib shularning ustidan yo'lsizlik bilan yo'lsiz bo'lsa-mu qasddan ularning ustidan sotashqizib yoki misollarning ustidan shikoyat qilish orqali hamda maqsad
Menimce Xitoy hökumətininki özləri bildi özlərinin yolsuzluğunu, onundan utub çıxış məqsədi emas ularınki menimce. Amma məqsədi faqat yani Uyg'urlarni qo'rqitish, Uyg'ur figurlarini, ya'ni Uyg'urlarning asosiy odamlarini shu ustidan shunday qilish orqali birga qo'rqitishni o'ylash. Ondan yana birisiga bo'lsa, psixik jihatdan ham shundaqlarning material jihatdan qo'rqitish. Shaxsan men o'zimni bilsam, ularninki birinchilik qilganiga qo'rqib qoladigan bo'lsam, hech qilmay o'tgan bo'lardim ekan. Bularning maqsadi yengib bilish emas, chunki yengilmaydi, chunki bularning yo'lsizlik. Bunda qilishi faqat Uyg'ur masalasini yana bir baldoq yuqori ko'tarishga bir sabab bo'ldi faqat. Tünügün saqchixonada bo'lgan ahvollarni bir so'zlab bergan bo'lsangiz. Tüyün şu saat 10'da tekniği görüşmen, şu advokatım bile bardım, bilbarcayla verdim, bile bardım, ben mukavam boğan dikimde. Ama saçının koladaki video ve suretlerde bilbar edemden kağını bulmağalığı için, nasıl bilbar edem, Fransızca bilmeyenlik için o tercüme kitabı başka sorak kıldı. Şunu olan fakat beni sorak kıldı. Şu sorak bir yarım saatla devamlaştı. Şunu da kendim yüzbe geldi ki, kandak kalık, neyim bile geldi ki, neyim ağaç geldi ki, şu sorular yani şu işin yüzbe geldi sorular. Advokatım bilen bilbardım elbette, mümkün ahırda avukat bir küz izahatı berdiken. Yani sorakma kadar boğallık ve özün kim şu iş tartağınımızı küz berdiken. Saqchi tarafidan so'roqqa tortilganligingiz uchun beyaram bo'lgansiz aqichan. Saqchi uning xizmati hamda uning savollarni so'rashi. Xitoy hukumatiningki nomussizlikda chekinon yo'qligini bilamiz. Ammo meni qattiq achchig'imning kelgani shu saqchixonaninki Xitoyninki shu bema'ni arzini qabul qilganligi, qabul qilib meni maxsus ishga chaqirganligi. Menga birsiga zarar yetkazmadim. Sır bo'lsin naite bir simvollik bir narsa. Uyg'urlarninki qinini yillardan beri ichiyotgan va Uyg'urlarni tamamen qiriyotgan, bir xalqni qiriyotgan bir jinoyatchi davlatga, jinoyatchi rejimga sir chekishim u intayin normal bir insoniy harakat. Fransiyada saqchixonaninki Xitoyning bu bema'ni arzini qabul qilib, meni maxsus chaqirishining o'zi meni hammadan ranjitgan, achchig'imni keltirgan ish mana shu. Yana ikkinchi qatimliq so'roq bormi yoki oxirlashdimi? Qayta so'roq qilgan ish yo'q, ammo bu sud qaror ekan. Agarda amputib berilib, sud etishga tegishli deb qarasa sud ekan. Agarda sud etishga tegishli emas, arzimaydi deb qarasa yo'qoladi ekan. Oxirida shuni so'rab boqqim bor. Boshqa faoliyatlarda yana oshundaq Xitoyning tashviqot lozunklarini ko'rsangiz, Xitoyning sizni sudga arz qilganligini bilib turib, yana Xitoyning lozunklariga qizil rang chachamsiz. Qilaverman men. Mendaq deyish kerak. Ben bir tadqiqatçı aldı bilen. Ama 4 yıldan beri halkımızın vatanın ahvali naiti halkımlık yaki pahalılık üçün ben bir tadqiqatçı dep otamayı derhal oturup düşüp aktivist kaynıp kaldım. Tadqiqatçı aktivist olup kaldım. Bu siyasi çeşitli, sırtçı çeşitli. Yaki bunda işlarda yaki hatta namayış, fiziklik namayış bunlarını köp olmaydım durum. Ve muş vaziyetine ihtiyacı bilen, halkımızın ihtiyacı bilen insani burcumuzun ada kılış, medyalarınki Uygurlarının tutulması ve bu meselenin devamlık vaziyetini aldığı üçün tinçlik halda bazı hareketlerini yapışığa mecbur olduk. Ama bu hareketlerin hepsi naydi simvollik, tinçlik hareketli hareketler. Bir insana zarar yetkazmaydigan. Şunun için bu bizimki hukukumuz tinçlik hareketli bir insana zarar yetkazmaydigan simvollik hareketler intayın muhim deb qarayman. Ziyoratimizni qabul qilganligingiz uchun ko'p rahmat.